Markaziy bank tashabbusi bilan to'lov tizimlari operatorlari va to'lov tashkilotlari mutaxassislari uchun bank va to'lov sohalarida kiberbarqarorlik va kiberxavfsizlik xatarlari, hujumlar va firibgarliklardan himoya mavzusida ilmiy-amaliy seminar tashkil etildi. Seminarda bank va to'lov sohasida raqamlashuv jarayonlarining tez sur'atlarda rivojlanishi natijasida yuzaga kelayotgan kiber tahdidlar, axborot tizimlariga hujumlar hamda ma'lumotlar bazalariga noqonuniy kirish holatlari kabi xavf-xatarlar muhokama qilindi. Mazkur seminar davomida mana shu kiber xavfsizlikni ta'minlashga mas'ul mutaxassislarni tarmoq protokollari hamda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirish maqsad qilingan. Asosan mijozlarni identifikatsiya qilishning innovatsion yechimlari, antifrod tizimlarini joriy etishda e'tibor berish zarur bo'lgan jihatlar. Bundan tashqari, bank tizimida sodir bo'layotgan jinoyatlar, shuningdek aholining rivojlanib borayotgan raqamli bank xizmatlaridan xabardorligini oshirish mavzulariga bag'ishlandi. O'z o'rnida qayd etish lozimki, tijorat banklarida va to'lov tashkilotlarida kiber xavfsizlikni ta'minlash uchun zamonaviy apparat dasturiy vositalar o'rnatishda o'zi yetarli emas, balki mana shu dasturiy vositalarni foydalanadigan, qo'llaydigan mutaxassislar malakasini oshirish ham muhim hisoblanadi. Shu munosabat bilan banklar va to'lov tashkilotlarida kiber xavfsizlikni ta'minlash, shuningdek shubhali operatsiyalarni oldini olish maqsadida maxsus tarkibiy bo'linmalar haqida ma'lumot berildi. Aynan bugun taqdimotda men aytib o'tdim, aynan aholi uchun, demak, kiber xavfsizlikni ta'minlash uchun, ularning zararli fayllarni tekshirish uchun kiber xavfsizlik markazi tomonidan ishlab chiqilgan bitta dasturni misol sifatida keltirib o'tdim. Cyber Kalkon dasturi bu Telegram bot hisoblanadi, ya'ni Telegramda ishga tushirib, o'sha siz tekshirmoqchi bo'lgan faylni botga yuborsangiz, u sizga faylingiz zararli yoki zararli emasligini tekshirib beradi. Bu orqali siz faylni ochmaslikka o'zingiz qaror berishingiz mumkin. Ya'ni faylingiz zararli bo'lsa, demak siz shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlatib qo'yish ehtimoli bo'lishi mumkin. Bu ehtimollikni oldini olish uchun albatta bunga o'xshaydigan, demak, dasturlardan, axborot tizimlaridan foydalanish tavsiya qilinadi. Seminar ishtirokchilari bank va to'lov tizimlarida kiber xavfsizlikni ta'minlashda nazorat organlarining o'rni, bank kartalari orqali amalga oshirilayotgan jinoyatlar, mintaqaviy kiber xavfsizlik xatarlarini o'ziga xos xususiyatlari va mijozlar identifikatsiyasida innovatsion yechimlardan foydalanish borasida o'zaro fikr almashishdi. Bu asosan 4 ta uslubda bo'lyapti. Hozirgi kunda ham davom etib turgan aktual bo'lib turgan asosiy muammolardan bittasi bu soxta havola va virusli dasturlar. Fuqarolarimiz 56% holatda aynan shu usulda firibgarlarning tuzog'iga tushib qolyapti-da, shaxsga doir ma'lumotlarini, bank karta ma'lumotlarini berib qo'ygan holatda bank kartalaridagi pul mablag'larini yo'qotib turganligini kuzatilyapti. Vazifamiz aynan qisqa ma'lumotlar orqali fuqarolarda kiber gigiyenani shakllantirish. Yakunda xorijiy kompaniyalar hamda tegishli vazirlik va idoralarning hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi.